1941-yil Ikkinchi jahon urushi davrida O'zbekiston aholisining 6,5 millionidan 1,5 million kishi frontga ketgan. Ular orasida yosh navqiron Hazorasplik Bekjon Matnazarov ham bor edi. U o'sha davrni achchiq xo'rsinish bilan esga oladi. 18 adam katlettik ve 50 adamdan. Allah Teala Hudayı kadınlar kazalı öyle değerlidir. Yağmur yağardı ko. Samurut gelirdi. Başka yat kaladı. Kayna verilir yağmur eğri başları. Eğer bir rakat şüpheye yat gelir diyorsa tam şu onun ateşinde. Ikkinchi jahon urushida Bekjon ota hozirgi Ukraina hududlarida kechgan janglarda mardonavor jang qiladi va 1943-yil jangda og'ir yaralanib qaytib keladi. 19 yaşım vardı. 19 vardı. 19 yoshda ketgansan. 19 yaşımda vardı. Bekjon ota bilan suhbatlashar ekanmiz. U bugungi tinch osuda kunlarimizga shukronalik keltiradi. Bugungi kunning qadriga yetish, tinchlikni asrash kerakligini o'zining farzandlari, nevara va evaralariga uqtiradi.